Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozir sizlarga mana shu pahira gulini qanaqa qilib to'g'ri parvarish qilishni o'rgatamiz. Kattasi kichigi hammasi bir xil bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Hurmatli obunachilar, hozir yana sizga kelasida qanaqa gulni video qilishimni kommentariyada yozib qo'yinglar. Videosini olib chiqamiz albatta. Uxotlari, ya'ni parvarishlari qanaqa qilib bularni sizlar mana bunday holatga keltirib qo'ymasligingiz uchun buni to'g'ri nimasini aytamiz. Hurmatli obunachilar, bular pahiralar tanasi mana shunaqa chiroyli holatda bo'ladi. Imенно kosishka qilib o'rilgan. Bunga anchagina yillik mehnat ketgan. Buni endi o'ldirib qo'ymaslik uchun biz bularni ko'chirayotganimizda ildiz unaqa ko'p bo'lmaydi. Shuning uchun bu kichkinagina tuvakchada pahiralarda ildiz unaqa katta bo'lmaydi. Shuning uchun chirishi ham tezroq bo'ladi. Bunga ko'p suv quysangiz, misol uchun buni baklariga dush qilsangiz yaxshi ko'radi. Ya'ni baklariga sprey qilib, tanasiga ozgina sprey qilib qo'ysangiz yetadi. Misol uchun 3-4 kunda bir shunaqa ozgina sprey qilib qo'yasiz. Shu bilan u bo'ldi, suv ichida qaytib qo'ymaysiz. Agarda bu hozir bizda reabilitatsiyadan, ya'ni endi mana yangi baklar chiqarishni boshladi. Ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga mana endigina mana yangi baklar chiqarib uyg'onishni boshladi. Buni bir yaqin do'stimizga ekib bergandik. Ular ozgina parvarishni xato qilishgan. Bizda bu 5 talik pahira bo'lsa, mana 2 ta donasi, mana ko'rgan bo'lsanglar, 2 ta donasi chirib qo'ygan. Mana ikkalasi chirigan. Bular endi bo'ldi, qaytib yashamaydi. Mana shuning uchun shu xatoni qilmaslik uchun biz aytgandek qilib sug'orishingiz kerak bo'ladi. Mana ozgina endi tirishni boshladi. Juda ham ko'p suv qo'yishgan. Bunga unaqa ko'p suv qo'yib bo'lmaydi. Aytgandek, ularga ozgina chalib qolishgan va unaqa biz aytgandek qilib parvarish qilmagan. Agar biz aytgandek qilib parvarish qilmasanglar, albatta nimadir bo'ladi. Gullar bilan bizga yana yordamga kelasizlar. Unaqa holatda biz ham yordam bera olmay qolamiz. Nimagaki? Bu chirib ketgandan keyin qaytib o'ziga kelmaydi. Buni misol uchun kesib yorib ekishni ham ilojisi yo'q. Buni ichdan chiqara olmaysiz ham. Shuning uchun misol uchun 3-4 kunda bir, hozirgi issiqda 3-4 kunda bir shu baklariga, tanasiga sprey qilib qo'ysanglar, u pahira uchun yetarli bo'ladi. Quyoshni yomon ko'radi. Quyosh bor joylariga qo'ymaysizlar. Quyoshni yomon ko'radi. Hurmatli obunachilar, hozir mana qaranglar qanaqa. Mana shunday tursa uylarda qanaqa chiroyli turadi va bularni parvarishini yaxshi bilish kerak. Qishda ham turaveradi. O'zi asli rosa jonni pishiq gul bo'ladi. Hech narsa bo'lmaydi. Shu suv quyishda adashiladi. Ekilganida universalniy gruntga eksangiz ham bo'laveradi. Bularimiz biogomusga ham yashaveradi. Biogomusga eksa ham bo'ladi. Ya'ni biogomus ko'proq qo'shilgan gruntlarda ham yashaveradi. Faqat agar kokos suvi torfga ekadigan bo'lsanglar, suvni yana ham kamroq qo'yasizlar. Ular namlik o'zida juda uzoq ushlab turadi. Pahira uchun u tushmaydi. Agarda udobreniyalar beraman men, udobreniyalar qanaqa deydigan bo'lsanglar, udobreniyalar ularga universalniy udobreniyalar bo'laveradi. Hozir biz bunga ozgina живая vodadan beryapmiz. Imенно mana shu gulimiz uchun живая vodadan bizda 15 mingdan bor. Boshqa joydan olsanglar ham bo'laveradi. Mana shu ozgina уже uyg'otishni boshladi. 2 hafta u yoq bu yoqda уже yangi baklar chiqarishni boshlab qoldi. Inshaalloh chiroyli qilib beramiz. Faqat 3 talik bo'lib qoladi. Hozir bu joyda bularimiz 5 talik bizda. Universalniy udobreniyalar bersangiz bo'ladi. Agarda sizda bu pahira bundan ham uzun bo'lib tepasi o'sib ketadigan bo'lsa, agar yo'q xunuk bo'lib qoldi deydigan bo'lsangiz, qo'rqmasdan mana shu joydan kesib tashlasangiz ham bo'laveradi. Qo'rqmasdan 2 haftadan keyin yangi mana shu joydan shoxlar, baklar chiqarishni boshlaydi. Juda ham tez o'sadigan gul bu. Shuning uchun agarda sizga fasoni yoqmay qolsa, kesib yuborsangiz bo'ladi. Agarda yo'q, men buni dalish o'rib ketaman desangiz, mana hozir aynan mana shu o'rib ketish davri, aynan o'rib ketadigan paytda. Nimagaki bu yumshoq o'sgan, juda ham yumshoq. Buni o'z xohlagandek shaklga keltirib olsangiz bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Va yana qaysi gullarni parvarishi kerak bo'lsa, yozib qo'ysanglar kommentariyaga. Aynan bir qizimiz so'ragan ekan, pahira gulini parvarish haqida gapiring deb. Men mana pahira gulini parvarish haqida aytdik. Bizda bunaqa bo'lib turadi baklari, nimagaki
kelgandan keyin aynan Xitoydan bir marta kelganda bizda umuman bak yo'q ham kelgan, to'kilib qolgan bo'lgan. Kelguncha u yoqda upakovka jarayonimi nimadir bo'lgan, babu dimlanib keladi. Shunday holat bo'lgan, lekin biz uni bir pasda chiqartirib olganmiz. Aynan o'sha 2 haftadan keyin chiqazgan, ozgina shu tepadagi makushka shoxlaridan kesganmiz va u juda ham tez chiqarishni boshlagan. Shuning uchun pahira boqishda adashmasangiz, u juda ham joni pishiq gul bo'ladi. Suv quyganda adashmasangiz bo'ldi, undan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Endi xona gulligi uchun juda ham quyoshli joyga qo'ymaysizlar, baribir ham hamma xona gullarni ham quyoshli joyga qo'yib bo'lmaydi. Ozgincha olla salqin joyga qo'ysangiz ham bo'ladi. O'rgatib olganingizdan keyin xohlagandek uni boqsangiz bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana kimgadir shunaqa ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ygizinglar va bizni Instagram, Telegram, YouTubedan kuzatib boringlar. Yaqinda yana bir o'yin qilamiz. Aytganimizdek, Instagramda bir 2 oylarcha bo'lib qoldi. Bir o'yin qilganmiz. Mana shunday o'yinni yana qilamiz inshaalloh. Va gullar tarqatamiz. Bu safar bir 10 o'rinli qilib qo'yamiz. O'tgan safar 5 o'rinli qilganmiz. G'oliblarni aniqlab, ularga chiroyli gullarni berganmiz. Gullarni oldindan qo'yib qo'yamiz, qanaqa gullar berishimizni. Inshaalloh kimga nasib qilsa olishinglar mumkin. Bizni albatta Instagram, Telegram, YouTubedan kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.